Bu yer to'la. Kel yaxshi boshqa joy topamiz. Ustoz. Surena, sen shu yerda edingmi? Agar qarshi bo'lmasangiz, men yonimga kelib o'tirishingiz mumkin. Bu ajoyib bo'lardi. Rahmat. Bunga ancha vaqt bo'ldi, lekin yangi qilich uchun minnatdorman. Bu juda ham kuchli qilich. Men shunchaki qilishim kerak bo'lgan narsani qildim. Xo'sh, ustoz, bu qiz kim bo'ldi? Qayerdan boshlasam ekan? Ishonchim komilki, vaziyat murakkab, lekin baribir. Avvaliga uni ismi Myui. Salom. Men Surena Lisandraman. Ustoz bilan men anchadan beri tanishmiz. Qisqa qilib gapiradigan bo'lsam, men Myui'ni qo'riqchisiman va biz u bilan birga yashaymiz. Bu chindan ham shunchalik hayratlanarlimi? Uzr so'rayman. Aytmoqchimanki, bu men aralashish joyim emas, lekin baribir. Kuttirganim uchun uzr. Qani, ovqatlanamiz, Myui. Surena, oxirgi paytlarda ishing qanday ketyapti? Yilni bu faslida poytaxt yaqinida maxluqlar ovlari anchagina ko'paygan. Ba'zi maxluqlar mavsumga qarab tez-tez paydo bo'ladimi? Yo'q, shunchaki tez orada Sfenediarvaniya delegatsiyasi tashrif buyuradi. Delegatsiyami? Nima, bilmaysizmi? Bu ittifoqchilar o'rtasidagi yillik uchrashuv. Gildiyadan shu vaqt ichida jamoat xavfsizligini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismi sifatida hududdagi maxluqlarni ovlash so'raladi. Demak, hatto sarguzashtchilar ham o'z mamlakatlari bilan bog'langan. Bu kalbasa mazali edi. Sen uyga boraver, Myui. Men orden shtab kvartirasida to'xtab o'taman. Yaxshi. Aytgancha, Myui sehrgarlik institutiga kirmoqda. Balki unga maslahat berarsan, Surena. Senda sehrli qobiliyat bormi? Sehrgarlik institutida sen eng yaxshilardan eng yaxshisiga qarshi turasan, bu oson bo'lmaydi. Buni yaxshi bilaman. Men unga maslahat ber dedim, lekin nega uni qo'rqitmoqchi?